Odamzod juda ajoyibda. U sog'ligi vaqtida, daromadi, munosabatlari yaxshi vaqtida xuddiki hamma narsani o'zi uddalayotgandek his qiladi o'zini. Lekin umidlari parchalanganida esa bandalaridan najot qolmaganida o'zini naqadar ojizligini anglaydi. Vujudini iztirob egallaydi va aynan shu og'riq bizni uyg'otadi. Asta-sekin xoyu-havas pasayadi, qayerdadir kibr, nafs pasayadi. Shunday ekan sinovlarni Robbimni mehri deb bilaylik. Sinov berilganda nolish o'rniga qo'limizni ochib shivirlabgina "Mani kechir Robbim, o'zing bilguvchisan, bergan qadaringga roziman, man angladim" deb qalbdan duo qiling. Ishoning, o'sha daqiqalardan hayotingizda astalik bilan mo'jizalar sodir bo'lishni boshlaydi. Lekin eng oliy bandalik baxtli vaqtimizda shukr qilib, o'ziga yaqin bo'lish.